Tak, assalomu alaykum. Opa, singillar, xush kelibsizlar. Bugun bizda qabristonda ozgina hashar. Eng yengil og'rishlarni bolalar qilishyapti. Sizlarni bugun bir hasharga chaqirdik. Albatta oxirida bizning rag'batnomamiz bor. Oson ish mana shu eteklar bilan mana shu o'rilgan o'tlarimizni shu ko'tarib olgan yerlarcha og'ir emas, shu ko'tarib turib tashlaydigan joyimiz bor, zovur. Shu yerga tashlab bersanglar bo'ldi. Mardikor ayollar shunga ishga kelamiz. Shu hayotimiz shunaqa ertalab soat 5 da ishni boshlaymiz. Bu yoqqa kelamiz endi 8:30, 9:30 shunaqa ishga olib ketadi dehqonlar. Bolalarimiz, farzandlarimizni boqish uchun halol mehnat qilamiz. Hech qanaqa anosi yo'q. 200 ming topamizmi? Shu 150 ming topamizmi? Shu qancha topsak bolalarimizga halol mehnat qilib uyga olib borib yediramiz. Shu yoshligimizdan qiyinchilik, otam tez erta vafot etib ketgan. Shu onaning qo'lida shunaqa qiynalib o'sgan qizmanda endi. Sharoitim og'ir, gaz ham kirmagan masalan, gazlashmagan. Har tomonlama qiyinchilik va chidab yashaydi ayol kishi. Shu telefon chiqib ketdi, shu internetga ko'proq, yosh kelinchaklar ham ko'proq farzandlarini e'tiborsiz qoldiradi. Shu telefonga kirib ketadi bir xil yoshlar, yengil hayotga ko'proq qaraydi. Masalan, hozir uzatilayotgan qizlar ham endi to'g'ri qiyinchilikka chidashi mumkin. Hayotga ham og'ir yengili bo'ladi-da, baribir. Chidash kerak hamma narsaga. Bizning boshimizdan ancha ko'p qiyin kunlar o'tganda, chidaymiz. Mana Xudo xolasa o'g'lim katta yigit bo'lsa, yaxshi o'qishlarga kirib, yaxshi farzand bo'lib o'ssa, shu bizning xursandchiligimiz, Xudo xolasa. Shu ozgina muammolar bo'lganicha chiqib turaman. Ko'p chiqmayman unaqa. O'zim harakatim bor o'shaning uchun. Hech kim meni majbur qilmaydi, men o'zimning xohishim. Yursam yaxshi, o'tirsam o'tirib qolaman bolajonim. Hozir quvvatim bor, yuryapman, harakatdaman. Bugun pul berishmasa ham mayli, savob uchun, mozorga savob uchun tozalab, odamlarni ziyorat qilib, Qur'on tilovat tushirib, mana o'zimni onam ham olamdan o'tgan. Savob uchun keldim. Onam menga yordam qo'llarini cho'zib, pul bir nimalar berardilar. Onam yo'qlar endi. Shuning uchun men 4 yildan beri chiqib yuraman-da endi. O'zim uchun bunday. Qonim yurish uchun chiqaman. Balalarim chiqma deydi, ikkita o'g'lim bor. Ishing bo'lmasin. O'zim uchun deb chiqaman-da endi nima qilay o'g'lim? 150 ming, 180 mingga. Qanday endi shu ham? Pensiyam kamroq. 900 xolos yetmaydi. Bir xil vaqt bo'ladi, bir xil vaqtda 3 kunlab ham, 4 kunlab ham, 5 kunlab ham ishga chiqolmaymiz. O'g'limni kiyintirish uchun maktabga kelaman, ishlayman. Yolg'iz onaman, bir xona uyda turaman. O'g'limni kunim kuchim yetgancha o'qityapman. Faqat uyga orttirolmayapman. Dunyoda sarson qadrim ham arzon xorligim onamga aytmang. Yuribman devonaday o'zimga begonaday dardlarimni onamga aytmang. Singan qalbim bilan kulib oqmas suvda baliqday suzib yuribman-da onamga aytmang. Dunyoda sarson qadrim ham arzon xorligimni onamga aytmang. Yig'lab artaman ko'z yoshim sekin artaman. Aytaman dunyo yukin qanday men. Do'stlar, mana bugungi hasharimizga katta hissa qo'shgan opa singillarimiz ertalab Mardikor bozordan bularni yuringlar, ozgina ishimiz bor deb aldab-suldab olib keldik. Opalarimiz mard, erkaklardan ham mard, lekin biz ham mardmiz. Bitta salkam 1 milliondan ko'p sovg'a sizlarga, har bitta oilaga. Mana bitta korobka bilan qaranglar. Bitta mana bu sumka, ana ichida nima borligini tez chiqaraymi mana. Xohlasanglar tez tashlaymiz mana hozir. Asror bilan orqa tomonga o'tamizda. Qani ketdik mana. Ha?
Bilishadimi? Xullas juda ko'p narsa. Ichida nima go'sht ham bor. Anaqa chiqaravergan sanda nima ketdi? Mana mana bu nima mana buni ichida? Buni kansta bor bolajonlarga. Och, mana. Qaranglar mana bolajonlik. Bolajonlarga. Ertaga 1-sentyabr maktab. Unaqa narsalar bor. Keyin mana bunaqa narsalarimiz ham bor, mana qaranglar. Bilyo, pastel. Sotib olmanglar buni. Ha, ishlatish kerak-da. Ha, bunaqa bor, qaranglar-da mana ko'p narsa olganmiz. Endi mana bunaqa shirinligimiz ham bor. Kartoshkasi, piyozi, go'shti chiqaraver, tovug'i, nima qo'rqosan. Ha, bu ham kerak mana. Ha, chunki ovqat yegandan keyin shirinlik ham bor, mana go'sht ham bor, sariyog' ham bor, idish tovoq yuvadiganimiz ham bor. Ha, bankaga, ovqatga hammasi bor. Yog'imiz ham bor, zuyshyonkamiz ham bor. Guruchimiz endi pochchamlarga, bolalarga osh qilib berasizlar. Ha, un ham bor, non yopaman, shakarimiz 2 kilodan. Tak, bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'lsa, novot qo'shib choy beraman, kelsangiz. Ha. Tushonkamiz ham bor, choyimiz ham bor, grechkamiz ham bor. Yana nima bor? Ha, mana oshimiz ham bor, qaranglar. Bu osh ajoyib osh, qaranglar mana. Bizda hozir shunaqa ekstreniy bo'lib qoldi. Sabo idish olmagan ekanmiz. Qaranglar mana. Nonni ichini yorib, ichiga osh solib berishdi. Ha, tovuq ham berdik. Nech pul? 1 kun ishladi 200 ming. Sizlar yarim kun ishladinglar, rozimisizlar? Xo'p, bu kun bir kun 250 ming yarimi qancha bo'ladi? 125 ming bo'ladi. 1 2 3 150 ming bersan, rozimisiz? Sizchi, siz ham biz bilanmi? Bir qatori. Rozimisiz? Rozimisiz? Men endi Mr. X'ga o'sha qimmat gul bera olmayman. Men yomon tomonim ham ko'p meni. Aytganingiz kelsin. Ayo, yomon tomonim prosta oldi yurib sog' bo'lganman. Boshqa yomon tomonim yo'q. Mana. Qaranglar, kimnidir o'tib ketmasin haqqi kimgadir. Men qo'l uzatib turaveringlar. Pulim yetmasa men topib kelaman qayerdan bo'lsa ham. Ha, sizlar rozi bo'lsanglar, Alloh rozi bo'ladi. 1 2 3 mana adashdim, uzr. Mana. To'xtang, yirtilib ketdi. Mana buni oling, qo'shib olavering. 1 2 3 olavering. 1 2 3 olavering. Ha. Uzoqdan kelasiz? Qayerdan kelasiz? Segizbayev, O'zbekistondanmi bu? Segizbayev so'zi qozog'cha so'zda. Bilmadim, men sizdan rozi qilaman. Ha, 1 2 mana 200 ming, mana 300 ming. Men roziman sizga. Farzandlaringizga. Hammada farzand bor. 2 3. Sizga bermadimmi? Bermadim. Xo'p, siz qayerdansiz? Soldatskida. Ha. Siz Oqqo'rg'ondan. Siz Lennobod, Tojikistondanmi? Ha, Lennobod. Sizchi? 9 degan qaysida u? O'sha tomonda. Siz Gulbahordan. Siz Oqqo'rg'on. Xudo rozi bo'lsin. Sizlar xursandmisiz? Boriga shukr. Boriga shukr. Oqqo'rg'on bugun. Chunki biz Mixaylovka tomondan olib keldik. Shu yerda Mardikor bozor bor, aka-ukalar. Mabodo shunaqa ishinglar bo'lsa, shu opalarimizni olinglar. Men bularni yaxshi ishlashiga men javob beraman. Chunki men bugun ko'rdim. Aytib bolalar ozgina o'tda urib turib, sechaki daraxtda o'tirganda opalarimiz to'xtamasdan tozalashdi, qaranglar. Shuning uchun ishchi yonlayotgan adashmanglar. Kimga bermadim? Mana sizga. Mana sizga. Boriga shukr. Mana sizga. Ha. Bitta yoshlarga baraka bersin Alloh. Ha, mana. Rahmat sizga. Maskani zo'rni kiyibsiz, chang o'tmaydigan qilib. Aha. Yuzilardan uyalmanglar. Unaqa ishdan uyal bo'lmay, uyal bo'lmaydi. Ha, duo qilsangiz mayli. Rizqingiz baland bo'lsin. Sizga o'xshagan yaxshi ballardan bo'lsin. Meni balamam, soat pisha ballardan Amin. bo'lsin. Men bu obunachilar degani internetda bolalar bor. Ular orada "Az aka, meni nomimdan non oling, men nomimdan go'sht oling" deydi. O'shadan duo qiling, menga yeyishasa kerak emas. Hammalaringni Alloh o'z panohida asrasin. Hamisha sog' salomat,
umrlaring uzoq rizqlaring baland ota-onalar. Vatanimiz muhimi tinch bo'lsin. tinch bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Prezidentimiz Hamisha. boshi omon bo'lsin. Omon bo'lsin ilohim. Sizlar Duo bilan hisob kitob bilan. Ha. Ha. Yana kim? Siz kimsiz? Oyizlar bilan keldingizmi? Qani oyizlar? Sizmi? Ha, Oqqo'rg'ondanmisizlar? Baraka topsin. Bitta korobka, bitta sumka, mana misol uchun mana bitta korobka, bitta sumka bu bitta opamizga. Ha, bu bitta opamizga. Bunisi deylik ikkinchi opamizga. Ha, qaranglar, biz hammasini предусмотреть qilganmiz, ya'ni hammasini hisobini oldik. Chunki bu degani erta avtobus jo'natdik va avtobusimiz mana turibdi. Hozir shuncha mehnat qildinglar, bularni og'ir ko'tarmaysizlar. Sizlarning hammanglarning hisobinglar bizda bor. Ukalarimiz hozir bitta papa mama qilib, para qilib avtobusga ortadi. Qani amin. Boringlarga shukr. Vatanimiz tinch bo'lsin, qabristonlarimiz obod bo'lsin, ko'chalarimiz gullab yashnasin. Allohu akbar. Rahmat. Mandaqalar ko'paymasin.